Assalomu alaykum do'stlar. Granitsaga borib qaytib kelyapmiz Granitsadan. Mana yigitlar. Mana yigitlar Granitsadan kelishyapti. Assalomu alaykum hamyurtlar. Kecha Granitsaga chiqdim. Allohga shukr, qaytamiz Moskvaga. Shu yaxshi borib qoldi Granitsadagi yaxshi akamal taksilar yaxshi bermoq, Allohga shukr. Rastroda shu 12 kun borib keldik. Hurmatda shu sarafda 5 so'm men tushlash 5 so'm ber, bezdakim, men dakim yo'q edi. Oğlan sizdachi? Sizda ham dokument bormi yo'qmi? Yo'q, men ham reysga tushganimizda qo'rqib yo'lga chiqdim, Xudoga shukr. To'g'ri yo'lda endi bir marta nima bo'ldi? Atak Qancha rasxod qildingiz? Yo'lda Melisaga? Yo'lda Melisaga 500 so'm rasxod qildim, boshqa nima rasxod qilganimda. 12 ming yo'l kira. 12 ming yo'l kira endi borib kelganimiz har. Aka siz qanday borib keldingiz? Assalomu alaykum hammaga. Bizlar shu kamp bilan borib keldik. Yaxshi hamma yoq tinch, mana bizlar dokumentlar joyida edi. Xudoga shukr, Allohga shukr. 12 kundan borib keldik. Yaxshi, hammasi yaxshi. Oğlan sizchi? Assalomu alaykum hammaga. 12 kundan borib keldik. Tinch ekan, zo'r ekan, joylar zo'r ekan. Hamma ikkilamay bemalol kelaversin, sharoitlar zo'r ekan. Hech qanday muammo, dokumentda muammo masalasi yo'q ekan. Yo'lda qiynalish bo'lmadimi hammasi? Agar kimgadir taksi xizmati bo'lsa, o'sha aka nomerda yozib qo'yiladi. Moskva so'lisi bo'yicha. Bu Moskva so'lisi. Mashinalarimiz mana ikkinchi mashinamiz yo'lda kelyapti. Kimga ishonchli xizmatlar bo'lsa, aloqa uchun nomerni pastda nomerimizni qoldiramiz. Hammaga rahmat. Sog'lik, salomatlik.